Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Pro Ligasining ikkinchi turi natijalarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yangilangan turnir jadvali, chempionat to'purarlari va keyingi tur uchrashuvi haqida ma'lumot beramiz. Men bilan birga bo'ling. Yangilangan jadvalni ko'rsatishimdan oldin like bosing, kanalga obuna bo'ling va bunday videolar chiqishi bilan xabardor bo'lish uchun bildirishnomalarni yoqing. Chempionat to'purarlari bu Olimpik jamoasidan Javohir Muborakov va Aral jamoasidan Izzatullo Abdulhakov. Ular har biri ikkitadan gol urgan. Sizni yaxshiroq tanimoqchiman. Sharhlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilishingizni yozib qoldiring. Keling, keyingi tur o'yinlarini ko'rib chiqamiz. Kanalda qaysi boshqa ligalar jadvalini ko'rmoqchisiz? Qaysi ligani kuzatmoqchisiz? Obuna bo'lishni va kanaldagi boshqa ligalarni ham ko'rib chiqishni unutmang. Keyingi videogacha